Assalomu alaykum hammalaringizga. Ana Captiva 3 4 qilingan tayyor holatdagi ana Captiva mashinamiz. Balonlari вообще qurt sassana tinni balonlari. Bitta shu bagachiga ozgina kraskachasi bor ekan, ustangizni olib kelib tekshirtirib olaverasiz. Atak 190 mingta probeg halor o'zinik deyishdi. Lekin sassanasiga mana shu o'zim ham maza qilyaptim lekin. Hozir salon qilib olamiz. Yili 2013-yil chiqqan avtomat yuklari bor. Hech qanaqa titilib yorib ketgan joylari yo'q. Tayyor zavodskoy ratnoy holida turibdi. Propan gazlari bor. Motor holati. Narxi ham juda ham cho'ntak bo'ldi. $11,600. Sog' bo'linglar jigarlar.